Farzand tarbiyasida mana shu 7 ta narsadan ehtiyot bo'ling. Birinchisi bir-biriga solishtirish. Bolani bir-biriga solishtirib ajratish uning hayotini barbod qiladi. Ikkinchisi jismoniy qo'pollik. Urush yoki qo'pol, uyat so'zlar ishlatish ular bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini barbod qiladi. Uchinchisi masxaralash. Doim masxara qilingan bola o'zini hurmat qilmaydigan bo'lib ulg'ayadi. To'rtinchisi ortiqcha erkalatish. Ko'p erkalatilgan, taltayib ketgan bola mas'uliyatsiz bo'lib qoladi. Beshinchisi ortiqcha tergash. Doimiy nazorat va ortiqcha izoh talab qilish boshqalar fikrini qabul qilish xususiyatlaridan mahrum qiladi. Oltinchisi beparvolik. Bolaning dardiga quloq solmaslik, u bilan muloqotga ko'p vaqt ajratmaslik undagi xotirjamlik his-tuyg'usini barbod qiladi. Va oxirgisi shijoatlantirmaslik. Rag'batlantirilmagan bola yangilik yaratishdan, ijod qilishdan mahrum bo'lib ulg'ayadi.